Amir Avtosavdoda Lacetti'ni yaxshi kelsa minaman degan okaxonlarga 2012-yil zo'rin top qo'ydi. Mashina orqa bagajida bir qilishdan oshiqroq petnos bor xolos. Qolgan joylari absolutni top-toza, bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar. 214 mm masofani bosib o'tgan. 4 ta yangi balonda 3-pozitsiya diskalari bilan 2-pozitsiya mexanikasi bo'ladi. Mashinaning salon qismlari ham ideal holatda turibdi. Uzun zavodskiy chexollari zo'r saqlab qarab minilgan mashina ekan, bilinib turibdi mashina. Kodi poylar hamma narsasi bor. Mashinaning tashqi ko'rinishi ham olov bo'lib turibdi, to'g'risi. Metan gazda ustanovka bo'lgan, hujjatlari hammasi joyida. Sizlar xohlagan hujjat, generalni davernis ham bo'ladi. Motor, korobka, hadovoy, texnik holatda ham hech qanaqa rasxoti yo'q. Bu 2012-yil Lacetti mashinamizni egalar bilan narxini tortishib, sizlar o'ylab mazza qilib haydashingiz uchun $6550 tushirib qo'ydi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, bemalol chiqib baraka qilishingiz